Cheles tumani Ko'kterak mahalla navbat uyimiz keldik. Bu uyimizda 225 sotuv, 4 ta xona, 3 ta sanazor. Ko'rayotgan bo'lsanglar ko'chalari keng. Hozir uchun obzor qilamiz, ko'ringlar. Narxini oxirida aytaman. Bu yerda mana bizning kirishimiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar bu yerda bemalol ikkita mashina sig'adi. Zelin zona joy qoldirilgan. Podvol. Mana shu oshxonaning tegi. Oshxonadan boshlasak. Bu yerda bizda oshxona. Bizda bitta xona. Sanazor. Bitta xona bizda. Katta bizda bu yerda. Sanazor. Ve yanıtta sanazor. Bu tipte xona. Bu bizda zal. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar kattagina. Patronlar ham baland. Biz bu uyimizga 85 ming so'raymiz.